Og'riq qoldiruvchi dori vositalari qanday bemorlarga tavsiya qilinmaydi? Masalan, oshqozon va ichak tizimini olsak, oshqozonda va ichaklarda yallig'lanishi bor, yo'g'on ichakda yallig'lanishi bor yoki bo'lmasa oshqozonda 12 barmoq, ichakda yazvasi, ya'ni yaralari bor insonlar uchun tavsiya qilinmaydi, mumkin emas. Keyin agar yurak qon tomir kasalliklarini olsak, yurak qon tomirlarida yetishmovchiliklar bo'lgan yoki yuragida operatsiya o'tkazilgan bemorlar uchun tavsiya qilinmaydi. Yoki bo'lmasam, ba'zi bir insonlarda juda ham kuchli og'riqlar bo'ladi. O'sha masalan appenditsit kasalligini olsak, shunaqa kuchli og'riqlar bo'lgan paytda ham og'riq qoldiruvchi dorilarni tavsiya qilish mumkin emas, chunki og'riq qoldiruvchi dorilar ichilgandan keyin og'riq pasayadi va appenditsit tashxisini qo'yish kechiktirilishi mumkin va vaqt o'tib ketib, vaqt yo'qotilishi mumkin. Undan keyin allergik tarafdan ba'zi bir dori vositalarida aspirin moddasi bo'lishi mumkin. Aspirin moddasi ba'zi bir kasallarga umuman mumkin emas, chunki aspirinoviy astma degan kasallik bor, ya'ni aspirinni ko'tara olmaydigan bemorlarga umuman tavsiya qilinmaydi. Yoki bo'lmasam, ba'zi bir og'riq qoldiruvchi dorilar bitta komponentdan yoki bo'lmasa bir nechta komponentdan iborat bo'ladi. Mana shu qaysidir dori vositasidagi komponent allergiyani qo'zg'atishi mumkin. Mana shunday odamlar ham bilib, qarab, faqatgina vrachni tavsiyasi bilan dori vositasini qabul qilishlari kerak. Buyrak va jigarida ham jiddiy muammosi bor bemorlar, ya'ni jiddiy buzilishlarga ega bo'lgan bemorlarga ham tavsiya qilinmaydi. Juda ham vrachlarni qo'l ostida ularni tavsiyasi bilan ichiladi. Homiladorlik paytda va emiziklik paytida ham og'riq qoldiruvchi dori vositalari tavsiya qilinmaydi. Ayniqsa homiladorlarga birinchi 3 oy mobaynida umuman tavsiya qilinmaydi, chunki homilaga salbiy ta'sir ko'rsatadi og'riq qoldiruvchilar.